Sud hukmida hujjat soxta deb topildi, lekin Xorazm sudlari buni ko'rmayapti. Hurmatli Oliy sud rahbariyati, ushbu holatda sud hukmi inobatga olinmagan. Bekchan va Dildoraning mulki soxta kadastr hujjatlari tayyorlash orqali tortib olingan. Soxta deb topilgan hujjatlar amalda kuchida qolmoqda. Hujjat soxta ekani isbotlangan, aybdorlar jazolangan. Bu shunchaki muhokama emas, bu yuridik fakt. Mutasaddi idoralar chora ko'rmayapti. Soxta kadastr hujjatlarini reyestrdan chiqarish choralarini ko'rmayapti. Fuqaroning mulk huquqi tiklanmayapti. U nafaqat uyidan ayrildi, balki 450 ming AQSh dollaridan ham ayrildi. Hech kimni asossiz ayblamoqchi emasman. Men faqat sud hujjatlariga tayanib gapirdim. Sud hukmida hujjat soxta deb topildi, lekin Xorazm sudlari buni ko'rmayapti. Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Elparvar va men Behruz Kasimov. Xorazmdagi chiqishlarimizni davom ettiramiz. Bugun men sizlarga juda jiddiy va xavotirli holat haqida gapirmoqchiman. Qo'limda jinoyat ishlari bo'yicha sudni qonuniy kuchga kirgan hukmi bor va ushbu hukmda ochiq yozilgan. Bekchan va Dildoraning mulki soxta kadastr hujjatlari tayyorlash orqali tortib olingan. Bu taxmin emas, bu sud hukmi bilan aniqlangan holat. Eng muhimi, ushbu kadastr hujjatlari sud hukmi bilan soxta deb topilgan va ushbu soxtalashtirish uchun 2 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka ham tortilgan. Ya'ni hujjat soxta ekani isbotlangan, aybdorlar jazolangan. Bu shunchaki muhokama emas, bu yuridik fakt. Ammo nega ma'muriy sud ayni shu sud hukmi bilan soxta deb topilgan kadastr hujjatlarini haligacha o'z kuchida qoldirmoqda? Nega bu hujjatlar bekor qilinmayapti? Nega bu hujjatlar o'zi umuman kuchida qolishi kerak? Yana bir juda jiddiy savol. Soxta hujjatlar asosida kadastr hujjatlari tayyorlanganligi va mulk davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi Xorazm viloyati prokuraturasiga ayon, kadastrlar palatasiga ayon, viloyat arxitekturasiga ayon. Shunda savol, nega ular soxta kadastr hujjatlarini reyestrdan chiqarish choralarini ko'rmayapti? Nega qonuniy chora ko'rilmayapti? Eng og'ir oqibat aynan shu soxta hujjatlar o'z kuchida turgani uchun Bekchan va Dildora mulk huquqini tiklay olmayapti. U nafaqat uyidan ayrildi, balki 450 ming AQSh dollaridan ham ayrildi. Bu inson taqdiri, bu adolat masalasi. Xo'sh, bunga qonun nima deydi? Jinoyat sudi hukmi bilan aniqlangan holatlar boshqa sudlar uchun majburiy ahamiyatga ega. Ya'ni sud soxta hujjat deganni boshqa sudlar haqiqiy deb aytishi mumkin emas. Agar bu shunday qolsa, soxta hujjatlar qonuniylashadi. Fuqarolar mulki xavf ostida qoladi. Hurmatli Oliy sud rahbariyati, ushbu holatda sud hukmi inobatga olinmagan. Soxta deb topilgan hujjatlar amalda kuchida qolmoqda. Mutasaddi idoralar chora ko'rmayapti. Fuqaroning mulk huquqi tiklanmayapti. Shu sabab sud hukmi bilan soxta deb topilgan kadastr hujjatlariga huquqiy baho berish, ushbu hujjatlarni qonuniy kuchidan chiqarish, ma'muriy sud qarorlarini qayta ko'rib chiqish, mutasaddi idoralar harakatsizligiga baho berish, Bekchan va Dildoraning buzilgan huquqlarini tiklash so'raladi. Men hech kimni asossiz ayblamoqchi emasman. Men faqat sud hujjatlariga tayanib gapirdim. Ammo bugun eng og'ir savol shu. Agar sud hukmi bilan hujjat soxta deb topilgan bo'lsa, nega u haligacha kuchida? Biz bu savolga javobni Oliy sud rasmiy munosabatidan olamiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling.